tugadi. 8 minut o'tib bo'ldi. O'zbekiston Saudiya Arabistonni finalda 2-0 ga yutdi. Voy, mana O'zbekiston chalindi. 2-0 ga yutdik. Ikkita o'yinchi kam bo'lib, ikkita o'yinchimiz qizil kartochka olib ketgandi. Birinchi taymda ikkita o'yinchi kam bo'lib, ikkinchi taymda polni 45 minut ikkita o'yinchi kam bo'lib o'ynadi O'zbekiston. G'alaba muborak. Mana tarixiy o'yin bo'ldi bu. Qanaqa Barsa, qanaqa Real, trenerimizga, murabbiyimizga alohida rahmat aytamiz. Mana bu Mourinho deymizki, bu Pep Guardiola, Carlo Ancelotti hammasidan ham eng kuchli trener bizning O'zbekistonda mana shu 17 yoshli trenerlarimiz bo'ldi. Sababi 45 minut ikkita o'yinchi kam bo'lib turib, ikkita gol urish har kimga emas. Mana shu bolaga murabbiyimizga alohida rahmat aytib qolamiz. O'zbekiston o'smirlar yoshlar terma jamoasi bilan bu yuz beryapti. Voy, молодцы yigitlar. Mana tarixiy o'yin O'zbekiston uchun. Lekin bu qanaqa hayajonlar edi. Albatta boshida qayg'uga tushdik, lekin ikkinchi taymda qanchalik urilib o'zgarib ketdi. Ikkita gol urdik. Oxirgi sekundlargacha yotib bormasdan qanaqadir bir futbolga aloqasi bo'lmagan qiliqlarsiz toza o'ynab, toza g'alabaga erishdik. Ikkita to'p farqi bilan. Azizlar, hammani g'alaba bilan tabriklayman. Mana shu inson bizning murabbiyimiz, ya'ni futbol 17 yoshli futbol akademiyamiz murabbiyi. Mana shu insonga katta rahmat aytib qolamiz. To'g'ri, mag'lubiyat juda ham alamli bo'ldi. O'zini maydonida 2-0 ga ikkita o'yinchi kam bo'lib yutqizish juda ham alamli bo'ladi.